بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Fotiha surasida marhamat qilib aytadiki: "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, g'oyril maghdubi alayhim valaddallin." Parvardigoro, bizlarni seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarga bergan yo'ling, to'g'ri yo'lda yurgan bandalaringga bergan yo'ling siratal mustaqimni inom etgin. To'g'ri yo'lni Alloh taolodan so'rashni Alloh taolo mana Qur'onda bizga buyurgan va mana shu o'qiyotgan kunlik namozlarimizda bu oyatni bir necha 10 marta takrorlaymiz. Ihdinas siratal mustaqim. Bizlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. U shunday yo'l bo'lsinki, u seni g'azabingga yo'liqqanlarning yo'li emas va adashganlarning ham yo'li emas. Bugungi qissamiz inshaalloh ana shu adashgan kishilar kimlar? Va Allohning g'azabiga, la'natiga qolgan kishilar kimlar? Mana shu so'zlarni bayon qiladigan bir qancha darsni egallaydigan bir mavzu bo'ladi. Bu Musa alayhissalom va Banu Isroil qissasi. O'tgan suhbatimizda siz bilan Ayyub, Yunus alayhissalomni o'tdikmi? Yunus alayhissalomning qissasini o'tgan bo'ldik va bir qancha xulosalarni oldikki, Alloh taolo bandasiga mehribon, lekin bandasi o'zi yomon. Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qilgan xatolarini, qilgan gunohlarini, uqubatini, jazosini, mukofotini shu dunyoda o'zi berib qo'yadiki, shu narsani takrorlanmasligi uchun. Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, balolaydi, balolab turib sabrli qilib qo'yadi dedi. Va ko'rdikki, Yunus alayhissalom faqat Alloh taologa qaytishlik bilan mana shu balodan qutulgan bo'ldi. Bu kishini mana mashhur bo'lgan duolari La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Parvardigoro, zulmatlar aro senga duo qildim. Sendan boshqa iloh yo'q. Sen har qanday aybdan poksan, men o'zimga o'zim zulm qildim. Va bu kishini ana shu dengizni balodi qonidan chiqib ketishligida ham Alloh taoloning irodasi bo'ldi. Bu mushkulaga inson o'zi kirdi, lekin chiqishlikni Alloh taologa qaytganda Alloh taolo nasib qildi. Biror bir mushkulaga kirar ekanmiz, bu o'zimiz qo'limiz qilgan ish sabab bo'ladi. Endi undan chiqib ketishligimiz o'zimizning qo'limizda bo'lmaydi, faqat Alloh taologa qaytishlik bilan bo'ladi. Mana bugungi qissani aytdik. Qur'onni eng katta qismini, qissalar ichidagi eng katta qissa bo'lgan bu Musa alayhisalom qissasi. Qur'onni 73 o'rinida 25 yoki 24 ta surasida zikr qilingan. Hech qaysi qissa, hech qaysi haqida, qavm haqida so'z bunchalik keng, batafsil yoritilmagan. Nimaga? Nima uchun? Banu Isroilda tarixni Alloh taolo juda keng, juda ko'p oyatlarda bizga bayon qildi. G'oyril mag'zubi alayhim. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin. Allohning g'azabiga kim yo'liqqan? Yahudiylar, Banu Isroil. Nimaga ular Allohning g'azabiga yo'liqqan? Nimaga Alloh taologa la'nati bo'lgan? Mana shu qissalarni o'rganib chiqar ekanmiz, inshaalloh bunga javob topgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning hayoti insonlar uchun bir ibrat. Ular o'z qavmlarini Alloh diniga da'vat qilishdi, unga sabr qilishdi, kelajakda keladigan mu'minlarga bu narsa ibrat bo'lishligi uchun. Alloh taolo payg'ambarlarga qarshi chiqqan qavmlarga balolar yubordi va ularni vayron qildi. Alloh taolo aytadi, hech bir qavm o'tmagan, magar albatta ularning ichida Allohning azobidan ogohlantiruvchi o'tgan deydi. Ya'ni bir qavmga keldi balo, albatta shu balo kelishidan burun ularga payg'ambar bor edi, ogohlantirgan bor edi. Ba'zi qavmlarda Alloh taolo ustiga balo kelganda iymon keltirganda qabul qilmadi. Lekin mana o'tgan safargi suhbatimiz Naynavo ahli Allohning balosi ustiga kelib turgan paytda qo'rqib iymon keltirishdi. Faqat mana shu Yunus alayhisalomning qavmini baloni ko'rgandan keyin keltirgan iymon asqotdi. Qur'onda zikr qilingan qissalarning eng kattasi bu Musa alayhisalom va Banu Isroil qissasi. Haqiqatan Musa alayhisalomning hayot haqida biror narsani tayinlamoqchi bo'lgan odam, garchi tafsir kitoblari, garchi ma'lumot ko'p bo'lsa ham,
ana shu Musa alayhisolamning hayotini birovga gapirmoqchi bo'lgan odam ozgina mashaqqat chekadi. Sabab Qur'onda turli payg'ambarlarning qissalari kelgan bo'lsa, ba'zisi sochiq, ba'zisi yig'ib. Faqat Yusuf alayhisolamning qissasini aytdik, bitta o'rinda kelgan. Bir boshlangan, 101-oyatga kelganda tugagan, bo'linmagan. U taskin bo'lib tushganligi uchun payg'ambarimizga. Lekin Musa alayhisolam qissasiga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bir chekkadan Baqara surasidan oladigan bo'lsak, sigir haqida gap ketadi. Bu sigir bilan boshlanmaydi Banu Isroil tarixi. Sochiq holatda kelgan. Haqiqatan bir jamlashlikda bir qancha bir mashaqqat bo'ladi. Ba'zi ulamolar bu qissalarni jamlagan bo'lsa ham, zaif hadislar yoki Isroillardan taslangan holda sahih bo'lmagan manbalardan foydalanganligi bor. Bizning bu qissalarimiz ana shu faqat sahih manbalardan olingan ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Faqat Allohning Qur'oniga suyanishlik kerak bo'ladi. Chunki bu kitobda oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Biz hayotimizni Qur'on bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shunda hayotimiz to'g'ri bo'ladi. Qur'on bilan o'tkazishlik deganda faqat Qur'onni ko'p o'qishlik, faqat yodlab olishlik, chiroyli tajvidli o'qishlik emas. Uni ma'nolarini tushunib, unga amal qilishlik bilan bo'ladi. Afala yatadabbarunal Qur'an deydi Alloh taolo. Axir Qur'onni o'qib ular fikr yuritmaydilarmi? Demak, bu qissalarni biz eshitar ekanmiz, albatta xulosa bilan chiqishimiz kerak. Ayyub alayhisalom qissasini ko'rdik, sabrni o'rgandik. Yunus alayhisalomning qissasini ko'rdik, inson boshiga musibatni o'zi so'rab olar ekan. Har bitta qissa tugaganda bitta xulosa chiqib kelsin kallamizda. Demak, boshimga musibat tushdi, men o'zim buni so'rab oldim Allohdan. Demak, musibat keldi, Alloh meni yaxshi ko'ribdi. O'shuning shu musibatimga, mana shu qilgan gunohimga jazoni berdi, qaytarmasligimni xohladi. Mo'min odam ishlari yurishi bo'lib ketganda emas, faqat boshiga kasal yetganda, musibat yetganda ham xotirjam bo'la oladi. Chunki Alloh meni yaxshi ko'rgani uchun berdi bu kasalni. Bu jazoni Alloh yaxshi ko'rgani uchun berdi. Yaxshi ko'rganligi uchun berdi. Qaytarmagin bandam deb Alloh menga mehribonlik qil deydi. U plus bo'lganda emas, minus bo'lganda ham xotirjam bo'la oladi. Faqat mo'min. Qissalarni o'rganar ekanmiz, biz Qur'onni ham o'rganib boramiz. Musa alayhisalom qissasini yaxshi o'rgangan va xulosalarni to'g'ri o'rgangan kishi Qur'onda bir katta bir qismidan xabardor bo'ldim desa xato qilgan bo'lmaydi. Qur'on nima? Qur'on bu fiqh. Qur'on nima? Qur'on bu tarix. Qur'on nima? Bu Qur'on hukm. Demak, qissalar Qur'onning 3dan birini egallaydi. Biz sizlar bilan Qur'onning 3dan birini o'rganyapmiz inshaalloh. Bir davrlar bo'lgan, otalarimiz, opalarimiz Qur'onni o'qib turib, chiroyli o'qigan, yig'lagan, ma'nosini tushunmaganligidan. Nimalar yozilgan kim bu yerga degan bir savollar bo'lgan. Ana bizga Alloh taolo shunday bir baxtni nasib qilib turibdiki, bu qissalarda faqat tarjimasini emas, xulosasini olishni ham Alloh taolo bizga berdi. Allohga hamd aytishimiz kerak bo'ladi. Shu telefonlarni o'chirib beringlar degan iltimos bo'lyapti. Iloji bo'lsa qo'ymanglar telefonni. Ushlab turavering oldingizda. Boshqalarni jinday hurmat qilaylik. Mayli endi domla gapini bo'lishiga hech narsa bir ahamiyati bo'lmasa, boshqalarga e'tibor bo'lishini e'tiborga olaylik bolalar. A'udhu billahi as-samil alim minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tasin mim tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min nabai Musa va fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Tasin mim albatta bu ochiq kitob oyatlaridir. Biz sizga ey Muhammad alayhisalom Musa va Fir'avn o'rtasida bo'lgan qissalarni haq bilan bayon qilamiz iymon keltirgan kishilar uchun. Bu oyatlarda mu'minlarga ma'viza va eslatma bor. Alloh taoloning manhajidan uzoqlashgan, Allohning dinidan uzoq yurganlarga va'id va eslatmalar borki, agar shu kechda ketadigan bo'lsalar, oqibatlari mana bunday bo'ladi. 2 kere 2 necha 100 yil burun. 1000 yildan keyin nechi bo'ladi? Bu shunday haqiqatki isbot talab qilmaydi. Million yil burun ham shunaqa edi, million yildan keyin ham shunday bo'ladi. Endi Allohning diniga qarshi chiqadigan, Allohning dinini hayotiga tatbiq qilishini bosh tortib, dunyoda o'zimchasiga aziz yashayman degan odamlar bilib qo'ysinki, agar 2 kere 2 4 bo'lsa, Allohning dinidan uzoqlashgan odam xor bo'lishiga shunday bir haqiqat bo'ladi. Biz qiyomatgacha turadigan haqiqatni o'rganyapmiz. Qaraylik. Musibat bu. Orqani qaranglar, bir shaltag'imiz bor albatta. O'shuning uchun keldi bu narsa. Demak, Allohning dinidan uzoqlashganlarga va'id va eslatmalar bor. Bu nabiy xolis, karim va kalimulloh bo'lgan Musa alayhisalom.
Vazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan va kana rasula. Mana shu kitobda, Qur'onda Musoni zikr qilinglar, eslanglar, albatta u nabiy, rasul va Alloh uchun xolis bo'lgan banda edi. Shayton u kishida hech qanday bir o'lishi bo'lmagan, nabiy va rasul edi. Musa ibn Imron, ibn Qohid, ibn Lavi, ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. Mana aytganmiz, Ibrohim alayhissalomga berilgan fazilatlardan bittasi hech kimga berilmagan. Bu Abul Anbiyo. Ibrohim alayhissalomdan keyin yashaganki payg'ambar albatta Ibrohim alayhissalomga farzand bo'ladi. Demak, Musa alayhissalom, Ishoq, Yaqub, Lavi, Qohid, Imron. O'rtada unchalik katta bir masofa yo'q. Yaqub alayhissalom bilan Musa alayhissalom o'rtasida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Me'roj kechasida Hazrati Musa alayhissalomni ko'rganligini tasvirlab aytadiki, Musa alayhissalom qorachadan kelgan, ulkan jismli, ya'ni yo'g'ondan bo'lgan ekan. 10 kishining quvvati bor deb aytadi ulamolar. Gapirganda tili tutilib qolardi deydi. Duduq bo'lgan ekan birodarlar. Ya'ni aybga o'xshaydi-ku bu narsa. Men endi unaqa qilib ovozim chiroyli emasda Qur'onni chiroyli o'qiy deb bahona qilmasin biroq. Men sizlarga gapira olmayman, odamlarga gapiray desam bahona qilmasin. Bu juda ko'pchiligimizda bor u. Men ham olib borib yetkazay deyapman, uyimdagilarga gapira olmayapman-da deymiz. Birodarlar, payg'ambarda tili duduq bo'lgan ekan. Lekin bu payg'ambar bo'lishligidan to'smagan. Alloh taolo Musa alayhissalom tili mana shunday ekanligini Fir'avnning tili bilan Qur'onda bayon qiladiki, astagfiru billah, am ana khayrun min hadha alladhi wa huwa mahin wa la yakadu yubin. U yaxshimi deyapti, yo men yaxshimi deyapti. Bu hali dedi gapini ham topib gapira olmaydi, gapini ham aniq qilib gapira olmaydi, tili tutuq deydi. Ya'ni tili duduq bo'lganligi mana shu Qur'ondagi oyat hujjat bo'ladi. Lekin bu duduqligi u kishini payg'ambar bo'lishidan to'sib qola olmadi. Shuning uchun Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib Fir'avnning oldiga jo'natganda Allohdan so'rab olgan. Va axi Haruna va huwa afsahu minni lisana. Parvardigor, akam Harunni menga sherik qilib bergan, u mendan ko'ra chiroyliroq gapiradi dedi. So'z bobida, nutq bobida mohir emas. Shuning uchun akasini o'ziga yordamchi qilib olgan edi. Inshaalloh Harun alayhissalomning payg'ambar bo'lishligini o'zini o'rnida inshaalloh zikr qilamiz. Banu Isroil bu yahudiylar. Banu Isroil deganda biz Yaqub alayhissalomni zurriyotini tushunishimiz kerak bo'ladi. Yaqub alayhissalomning ismlaridan bittasi Isroil edi. Payg'ambarning ismi Yaqub, yana bitta ismi Isroil edi. Shuning uchun Banu Isroil deganda Banu Yaqub alayhissalomning nimasi? 12 ta o'g'li bor edi, Asbat deyiladi. Ana shu 12 ta qabila yahudiylarning asosi bo'ladi. Yahudlar mana shular hisoblanadi. Mana Yusuf alayhissalomning qissasini gaplashganimizda siz bilan Yusuf alayhissalom qul bo'lib sotilib Misrga keldi. Keyin shu vazir moliy bo'ldi. Otasi va akalari 11 ta aka-ukasi nima qildi? Misrga kelishdi, shu yerda yashashdi. Yusuf alayhissalom tiriklik davrida Banu Isroil shohlarda yashadi Misrda. Ana shu Yaqub alayhissalom Misrga ko'chib kelgan paytda 86 ta edi ularning soni. 86 ta odam Falastindan Yaqub alayhissalomning bola chaqalari, nevaralari Misrga ko'chib kelganda 86, lekin Musa alayhissalom Banu Isroilni Misrdan dengizni yorib olib chiqib ketganda 600 ming yetgan bo'ladi soni. Fir'avn bu bizdagi ba'zi podshohlarga beriladigan laqab. Masalan, Habashistonda podshosi Najoshi deyilardi. Bu ism emas, u laqab bu. Rumda podsho bo'lganda Sezar yoki Qaysar deyilardi. Forsda podsho bo'lganda Kisro deyishardi. Endi Fir'avn deb Misrda podsho bo'lgan kishini Fir'avn deyishardi. Fir'avn ism emas, u nom deymizmi, laqab deymizmi, xullas podshoga beriladigan so'z. Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan paytdagi Fir'avnning ismi Royyan ibn Valid. Royyan ibn Valid arab bo'lgan birodarlar. Fir'avn degan so'zni o'zi tarixiga qaraydigan bo'lsak, Yamanlik bir Avn degan odam bir odamni o'ldirib qo'yib qochib ketadi. Misrga borib yashab, shu yerda bir ko'tarilib podshohlik darajasiga ko'tarilib ketgan. Fir'avn so'zi kalimasi ikkiga bo'linadi. Farro Avn. Arab tilida far degani qochdi degani. Avn degani ismi. Demak, Fir'avn deganda yurtini tashlab qochib ketgan Avn deyilyapti. Tushunarli bo'ldimi?
Demak, arab bo'lgan bo'ladi asli, Yamandan bo'lgan. Yusuf alayhisalom ana shu Firavun Royan ibn Validning dinida bo'lmasa ham, yurtni ocharchilikdan saqlab qolganligi uchun, yurtga ko'p bir barakalarni kelishiga sabab bo'lganligi uchun, yurtini zo'r boshqarganligi uchun hurmat qildi. Yusuf alayhisalomning yuzidan butun Banu Isroil shohlarda yashashdi. Mavqesi baland bo'lgandi Banu Isroilda Yusuf alayhisalomda, lekin Royan ibn Valid ana shu Yusuf alayhisalom davridagi Firavun o'lgandan keyin uni o'rnini Qobis ibn Mus'ab egalladi. Boshqa o'sha Firavun keldi, ikkinchi Firavun kelyapti. U kofir zolim bo'lgan. Yusuf alayhisalom o'tgandan keyin mana shu ikkinchi Qobis ibn Valid, Qobis ibn Mus'ab Firavun nima bo'ldi? Firavun va Banu Isroilga qattiq ozorlarni soldi. Qobis o'lgandan keyin uning ukasi Valid ibn Mus'ab taxtni egalladi. Demak, Yusuf alayhisalomdan keyin bitta, ikkinchi, uchinchi xalifa, uchinchi Firavunning davri. Mana shu paytdagi Firavun bu Valid ibn Mus'ab bo'lgan, Musa alayhisalomdan tortishgan Firavun mana shu Firavun bo'ladi. Demak, Royan ibn Valid, Qobis ibn Mus'ab va Valid ibn Mus'ab. O'zi ismlarga e'tibor bersangiz, bari arabcha atlar o'zi. Valid ibn Mus'abning ayoli Osiyo binti Muzahim edi. Demak, ana shu kamula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa illa arba'a dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pi kamolotlik darajasiga yetdi dedi. Payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar, sahobalar, avliyolar, lekin ayollardan 4 tasi komila bo'ldi. Ulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Osiyo mana mu'mina bo'lib uyg'ondi. Ba'zi rivoyatlarda ana shu Banu Isroildan edi degan rivoyatlar ham bor ekan. Mu'mina bo'lgan, kofira bo'lgan emas. Firavun Osiyoni o'ziga cho'ri qilib olmoqchi bo'lib, otasidan so'raganda, otasi yo'q dedi. Cho'ri qilib bermayman dedi. Agar oladigan bo'lsang, xotin qilib mahrini to'lab ol dedi. Firavun mahrini to'lashga rozi bo'ladi, lekin Osiyo onaga bu narsani otasi taklif qilganda, qanday qilib kofirga tegaman? Axir men mu'mina bo'lsam, u kofir bo'lsa, qanday tegaman deganda, unda sizni va butun oilangizni Firavun qirib tashlashlikni va'da qildi dedi. Oilasini saqlab qolishlik niyatida Firavunga turmushga chiqadi, lekin umrining oxirigacha undan bir norozi bo'lgan holatda, g'azablangan holatda yashaydi. Valid ibn Mus'ab bu insoniyat tarixida eng katta zolim bo'lgan kishi. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Firavunga borib aytingki, albatta u nima qildi? Haddidan oshdi. Yer yuzida undan kattaroq zolim bo'lgan emas. Faqala ana robbukumul a'la. Men sizlarni oliy parvardigoringlarman, ilohlikni da'vo qildim. Ilohlikni da'vo qildim. Ana shuning uchun Qur'onda keladi oyatlarda qiyomat qoyim bo'lganda adxilu ala fir'auna ashaddal azab. Fir'aun xonadonini, Fir'aun oilasini azobda eng past qismiga kirgizinglar dedi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jahannamning eng past tabaqasida, darajasida munofiqlar turadi deydi. 3 toifa jahannamning eng pastida bo'ladi. Bittasi Fir'aun oilasi, bittasi munofiqlar va bittasi dasturxon egalari. Esingizda tursin. Bu qissani oxirida aytib beraman buni. Firavun mana Valid ibn Mus'ab Banu Isroil hammasi meni qullarim degan hukmni chiqardi. Ya'ni bitta Yusuf alayhisalomda ozod odamni sotib, qul qilib sotib olishiga o'zi qanday bir katta jarima edi. Endi bu yerda 600 ming bo'lgan Yahudiyda hammasini yoppasiga meni ular qullarim deb e'lon qildi. Ayollar esa meni cho'rilarim dedi. Yahudiylarni qullardaqqa ishlatishardi. Ayollaridan xohlaganda foydalanishar edi. Xorlikmi bu? Mana shunday xor bo'lgan, mana shunday past bo'lgan, razil bo'lib, ezilib turgan xalqni Alloh taolo payg'ambarlarni yuborib aziz qildi, lekin bu qavm Alloh taologa osiylikda davom etdi. Toki lu'inal ladina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Banu Isroildan kofir bo'lganlari Davud va Iso ibn Maryamning tili bilan la'natlandi dedi. Nima sabab? Haddidan oshganlar uchun, Allohga osiy bo'lganlar uchun o'zlarini jinsidan bo'lgan payg'ambarlari la'nat o'qigan o'zini qavmiga. Payg'ambarlar qanchalik sabrli, payg'ambarlar qanchalik kechirimli kishilar bo'lgan, lekin ana shu kishilar la'nat o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga borganda eslamaymizmi?
toshbo'ron qilib jo'natishganda, ana shu salqinda yuzlaridan qon oqib o'tirib, Jabroil alayhisalom keladi oldiga. Muhammad, xohlasangiz, oldimda tog' farishtalari turibdi. Toifni ikkita tog' orasiga qorishtirib tashlayman dedi. Rasululloh nima duo qildi? Alloh hidoyat qilishligini, zurriyotlardan solih kishilar qilishini Allohdan so'rab duo qilmadimi? Payg'ambarlar mana shu kechirmay xalq bo'lgan, lekin mana shu qavmlar o'zlarini payg'ambarlardan la'natni eshitgan. Hali ko'ramiz. Bugun emas, keyingi safar, undan keyingi safar inshaalloh nimaga bular la'natga qolgan? Nimaga bular Alloh taolo o'zini g'azabiga duchor qilgan? O'zlari so'rab olganligini guvohi bo'lamiz. O'zini qavmidan bo'lgan Fir'avnni pichog'idan omonda olib chiqib ketgan Musoga qilgan muomalasini ko'rganingizdan keyin, ularni shunday bir qiyinchilikdan qutqarib chiqib ketgan Musoga qilgan muomalasini ko'rganingizda, boshqalarga nima muomala qilishligini tasavvur qilishingiz mumkin. Falan tarzongar yahudu va nasoro hatta tattabiya millatahum deydi Alloh taolo. Yahudlar bilan nasoralar sizlardan hargiz rozi bo'lmaydi, to ularni diniga ergashmaguninglarcha deydi. Banu Isroilni Fir'avnning quli ekanligi hukm faqat Fir'avnning o'ziga emas, ana shu Misr qibtiylarini oliy tabaqasiga hammasiga xos edi. Ana shu kiborlari bormi, avtoritetlari bormi, hammasi quldaqa muomala qilardi. Xotinini ham, bolasini ham, o'zini ham. Bundan xorlik bo'ladimi? Lekin Banu Isroil mana shunday xorlikda yashashga qaramasdan ularda avvalgi kitoblardan bir xushxabarlar bor ediki, bir yigit chiqadi Fir'avnning xonadonidan. Va bu sizlarni mana shu xorlikdan qutqaradi degan xushxabar bor edi. Shu narsadan umid qilib yashashar edi. Kunlarning birida ana shu Fir'avn Valid ibn Mus'ab tush ko'radi. Tushida Baytul Maqdis, Falastin tomondan Misrga qarab bir o't chiqib keladi, Misr diyorlarini kuydirib tashlaydi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. Uyg'onadi, o'zini sehrgarlarni to'playdi va bu bilan ular bilan maslahat qilishadi bu to'g'rida. Sehrgarlar aytishadiki, Banu Isroildan bir bola tug'iladi va seni halok bo'lishingga sabab bo'ladi. Firavn bu ta'birdan qo'rqdi va o'zini eng bir xunuk bir qavmini nimasini hukmini e'lon qildi. Banu Isroildan shu kundan boshlab tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin dedi. Xorlikning yana bir ko'rinishi. Yuzabbihuna abnaakum va yastahi nisaikum va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Eslanglar ey Banu Isroil, Fir'avn sizlarda erkaklaringlarni so'yib, ayollaringlarni tek qo'yardi. Mana shu narsada buyuk balo bormasmidi sizlarga deydi. Alloh minnat qilyapti. Senlar shunga xor bo'lib turganingda chiqarmaganmidim senlarni? Qala sanuqattilu abnaakum va nastahyi nisaahum. O'g'il farzandlarini o'ldiramiz va ayollarni tirik qo'yamiz. Banu Isroilning so'lishiga mana shu hukm sabab bo'ldi. Banu Isroilda ayollari ta'qibga olindi, homilador ayollari. Va ana shu tug'diradigan doya ayollarga hukm qilindi. Agar Banu Isroildan o'g'il tug'ilsa, xabar beringlar. Agar xabar bermasdan yashirsanglar, o'zingizlar o'ldirilasizlar. Xullas, jiji bola tug'ildi, o'g'il bola yahudiylardan so'yilaverdi. Bir faraz qilib ko'raylik shu holatda. Farzandi bo'l ko'rdi, xursand bo'ldi, shas so'yib tashlayapti. Tug'ildi, qo'rqib qarayapti, o'g'ilmasmikin, qiz bo'lib qolsa edi, chunki o'g'il bo'lsa nima bo'lardi? So'yilib ketar edi. Bundan xorlik bo'ladimi ortiqcha? Mana shunday xor edi Banu Isroil. Musa alayhisalomning onasi bu hukm e'lon qilinganda birinchi oylari deydi homilasini. Musa alayhisalom onasini qornida deydi. Qorun katta edi, shuning uchun tirik qolgan edi, tug'ilib bo'lgan edi. To tuqqunga qadar o'zini homiladorligini onasi yashirdi. Bildirmadi. Lekin tug'di ham. Tuqqandan keyin yashirishlik imkoniyati yo'q. Askarlar, Fir'avnning xos askarlari qilichlarni o'tkirlab, nayzalarni o'tkirlab, ko'chalarda kezib yurar edi. Qaysi joyda chaqaloq ovozi eshitilsa, kirar edi, agar qiz bo'lsa tek qo'ylardi, o'g'il bo'lsa so'yib ketar edi. Va wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Biz Musoning onasiga vahiy qildik. Uni emizgin va agar undan qo'rqadigan bo'lsangiz o'ldirib qo'yishligidan
dengizga solib, oqizing suvga solib, qo'rqmang va xafa bo'lmang, albatta biz uni qaytarib beramiz va albatta uni payg'ambarlardan qilamiz. Xo'p, savol tug'iladi. Va avhayna deyapti. Vahiy qildik deyapti. Vahiy kimga tushadi? Nima? Vahiy bo'ldimi? Payg'ambar bo'lib qoldimi Musa onasi? Bu ilhom ma'nosidagi vahiy. Chunki Alloh taolo asalariga va avhayna va avha robbuka ila nahli ariga vahiy qildi deyapti. Ya'ni arini mana shunday daraxtlardan, mevalar, daraxtlardan, gullardan asal terishlikni nima qildi? O'rgatdi, ilhomlantirdi. Qayerdan biladi bo'lmasa asal terishlikni? Nimaga boshqa hasharotlar bilmaydi, faqat ari biladi? Chunki Alloh taolo ariga ilhom berdi. Mana shu narsani o'rgatdi. Demak, Musa alayhisolamning onasiga Alloh taolo vahiy deganda bu payg'ambarlik vahiysi kelgani yo'q. Alloh taolo kishini u ayolni ilhomlantirdi. Mana shu lug'atdan xabardor birodarlarimiz Qasas surasi mana 7-oyatida ulamolar aytadi, mana shu oyatda ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xush xabar bor deydi. Bu lug'atdagi fasohat. Va auhayna ila ummi Musa an arzihi bitta xabar, fa idza khifti alayhi ikkinchi xabar, fa alqihi fil yam buyruq, va la takhafi va la tahzani buyruq, inna radduhu ilayki sizga qaytarib beramiz xush xabar va payg'ambar qilamiz. Bitta jumlaning o'zida ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita bushro bor. Bu endi lug'atdan xabari bor odamlar tushunadi. Shuning uchun she'r bobida, fasohat lug'at bobida har bitta payg'ambarda yashagan qavmi qaysi sohada rivojlangan bo'lsa, shu qavm shu sohani bosib keladigan mo'jiza berilgan emasmi? Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlanib ketganda, Iso alayhisalom tabobat ustidan mo'jizani berdi. O'liklar tiriltirdi. Sulaymon alayhisalom davrida jinlar bilan odamlar fitnalanganida Alloh taolo jinlarni xizmatiga solib qo'ydi. Musa alayhisalom davrida sehr rivojlandi, Alloh taolo sehrni sindirib tashlaydigan mo'jizani berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishda usta edi. She'r bobida arablarga hech kim yetmaydi. Xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham. Biz she'rda biz xalq kuchli deymiz-ku. Arablar she'rni o'qib ko'ring-da. Shuning uchun hayron qolyapti. Bir qator jumlada ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xush xabar turibdi deydi. Chunki arab tili Qur'on tili birodarlar. Bu hech qaysi til go'zallik borasida, fasohat borasida bu tilga teng kelmaydi. Arab tili jannatiylarning tili. Jannatni arab tilida so'zlaymiz inshaalloh. Bilmaganlarchi? O'sha yoqqa bora olaylik, o'shunga loyiq bir ish qilaveraylik, Alloh taolo qodir qilib qo'yadi inshaalloh. Ana shu ayollarni ta'qib qilishlik avjiga olgandan keyin onasi ana shu sevatga solib bolasini Nilga oqizdi va opasiga buyurdi, qarab turgin. Subhanalloh, bolasini uyda ushlab tura olmaslik bu qanaqa balo bu? Eshitib qolmasin deb turib o'ldirib qo'ymasin degan bu qanaqa balo edi bu? Inna fi zalikum bala'un min robbikum azim. Mana shu narsada Robbinglar tomonidan buyuk azob bor deyapti Alloh taolo. Va qalat li ukhtihi qussi fa basirat bihi an junub wa hum la yash'urun. Opasiga aytdi, kuzatib boring dedi. Kuzatib ketdi shu Nilni bo'ylab. Hech kim u opasini kuzatayotganligini ko'rmadi. Fir'avnning qasrlaridan bittasi Nilni sohilida joylashgan edi. Sevat oqib borib, ana shu Fir'avnning qasrining yoniga to'xtadi. Savol: nimaga boshqa yoqqa oqib ketmadi? Nimaga cho'kib ketmadi? Nimaga ayni Fir'avnning qasrining oldiga borib to'xtadi? Ming xil variant bo'lishi mumkin edi-yu. Nimaga unday bo'ldi? Ming xil yo'lini qilyapsiz, bo'lmayapti-da ish. Kimning ishi bo'ldirish? Rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham kim hal qildi buni? Qazo kimning ishi? Taqdir kimning ishi? Nimaga norozi bo'laveramiz? Nimaga ming'illaveramiz hali? Alloh xolasa, yana kim edi? Bu o'lish kerak bo'lgan bola edi. O'lish kerak bo'lgan bola Fir'avnning uyida ulg'aymayaptimi? فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Fir'avnning oilasi, Fir'avnning xonadoni uni ushlab oldi, o'zlariga dushman va g'am bo'lishligi uchun. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Sizlarning hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deyapti Alloh, sizlarga deydi, yo'qmaydi deydi. Ehtimol orqasida yaxshilik bor uni deydi. Va asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum.
Bir narsa hayotingizda yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh. Men bilaman deyapti. Ehtimol o'sha kun ishga kech qolishingizda bir hikmat bor. Ehtimol o'sha pulni yo'qotib qo'yishingizda bir yaxshilik bor. Rozi bo'lib qabul qilib oling o'sha kunda. Inna fir'avna va hamana va junudahuma kanu xotiin. Xatokorlar, xoti degan so'z qasddan xato qiluvchi kishi aytiladi. Muxti degani bilmasdan xato qilib qo'ygan kishi deyiladi. Alloh taolo xoti deyapti ularni. Bilib turib qilishadi xato kamchilik, gunohlarni. Shu narsa biz ustimizda bo'lib qolmasin. Gunohligini bilasizmi? Tiyiling. Chunki bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi, esdan chiqarib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, majbur bo'lib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, undan boshqa hamma gunoh yoziladi. Musoni ana shu chaqaloqni olib, Osiyoni onani oldiga olib kelishdi. Osiyo ona tug'magan edi. Bolaga mushtoq bo'lgan edi. Bolani Firavnda Banu Isroildan ekanligini bildi. Bilib turib o'ldirmanglar uni dedi. Va qalat imrotu fir'auna qurratu aynun li va lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada va hum la yash'urun. Firavnning ayoli uni o'ldirmanglar dedi. O'g'il qilib olarmiz dedi. Shoyat bizga foydasi tegib qolsa yoki bo'lmasam o'zimizga farzandlik qilib olsak. Ulamolar aytishar ekan shu yerda Firavn aytadi, mana hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, agar Firavn ko'zimizni quvonchi bo'lsin, meni ko'zimni quvonchi bo'lsin, o'ldirmanglar deganda Firavn, "Seni ko'zingni quvonchi bo'laversin. Menga kerak emas bunaqa Banu Isroildan" dedi. Rasululloh aytadi, agar Firavn shu yerda, "Ha, bo'pti, meni ham ko'zimni quvonchi bo'lib qo'ysin" deb ikki og'iz gap gapirib qo'yganda, unga balo yetmasdi. Nimaga ehtiyot bo'lish kerak? Qayerga bog'liq? Til haqida gaplashganmiz. Podsholardan bittasi aytadi, "Gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan ko'p gapimga pushaymon eganman. Hozir aytmasam ertaga aytishim mumkin, lekin hozir aytib qo'yib ziyon qilganman. Yaxshi ham indamaganim, keyin mana bu qoldi." Til bilan birovga jarohat berganimdan ko'ra, kamonni nayzasi bilan, kamonni o'qi bilan jarohat berganim yaxshi menga dedi. Sababi kamon ba'zida nima bo'ladi? Xato ham ketib qoladi, lekin so'z mayga qarab otingda. O tashqaridagi odamga borib tegadi. Chunki egasini o'shuning uchun kulasizlar-da akalar. Osiyo onani madhi inshaalloh o'zini o'rnida mana Maryam binti Imronning qissasi kelganda batafsil bayon qilinadi. Osiyo ona tug'magan. Osiyo ona Allohdan jannatdan o'ziga qo'shni bo'ladigan joydan eshik hovli qilishligini so'rab olgan. Ulamolar aytadi, Maryam va Osiyo ona qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjalari bo'ladi deyiladi. Rasululloh xotinlaridan bo'ladi ikkalasi. O bolani shoshib oldi. Osiyo onaning hurmatidan o'ldirishmadi. Endi nima bo'ldi? Va harramna alayhi maradi min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Bolani Alloh taolo enagalarda harom qildik unga deydi. Ya'ni bola hech narsaga aql etmaydigan bola hech qaysi enagani emishligiga rozi bo'lmadi. Yig'layapti, halok bo'lishiga yaqin bo'lyapti. Shunda bozorga olib chiqishadi. Ya'ni enagalar bo'lgan ekan, bozorda o'tiradigan, emizadigan. Tutganda hech qaysisiniki emmagan ekan, ko'hragini. Kim o'rgatdi buni? Kim sohil gap kelib qo'ydi? Kim aytgani bo'lyapti? Vallohu g'olibun ala amrihi valakin aksarun nasi la ya'lam. Alloh g'olib o'zining ishida, lekin ko'pchilik bilmaydi buni deydi. Ana shu bozorda opasi ham bor edi. Men sizlarga yaxshi xonadonni dalolat qilaymi dedi. Bola emadi uni deydi. Askarlar so'raydi, "Qayerdan bilasan sen? Boshqalarda emma ekan" desa aytadiki, "U ayolni qaysi bir bolani emizmasin hech qachon qaytargan emas. O'zi ham bir to'g'ri, pokiza, hidi xushi ham joyida bo'lgan ayol" dedi. Alloh nima degan edi? "Inna radduhu ilayki" deganmidi? Qaytarib beraman deganmidi? Qaytardimi? Birodarlar, Alloh o'zi biladi qana qilib qaytarib berishini. Biz qo'rqayotgan narsani Alloh taolo qana qilib bizdan daf qilishini o'zi biladi. Biz intilayotgan narsani qana qilib berishini o'zi biladi. Biz faqat so'raylik. So'rashlik bu xorlik. Biz faqat Alloh taolo xor bo'lish kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat senga bo'ynimiz egamiz deyapmiz. Faqat sendan so'raymiz deyapmiz. Qani o'sha? Qani o'sha? Men qaytarib beraman dedim Alloh. Qana qilib qaytarib beradi suvga oqizib yuborsa bolasini? Insonni aqli olmaydi. Olib kelishdi.
Emizdi, emdi. Allohning va'dasi haq bo'ldimi? Fa'alu lima yurid. Alloh xohlagani qiluvchi zotmi? Bizdan o'sha bandalar qatori bir bandamiz, akalar. Faqat Allohga iltijoimiz, Allohga suyanishimiz u bir talab darajasida emas. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib yuribmiz. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib. Hali g'amdan bo'shaganda so'rab qo'yapmiz. Agar so'raganimizda g'am bo'lish kerak emasmidi bizda? Takununa indi. Osiyo aytdi Muso donasiga, kelib qasrda yashang men bilan dedi. Qayerga taklif bo'lyapti akalar? Kim edi u? Banu Isroil emasmidi? O'sha qasrdan qochib, o'shandan pichog'idan omonda qolishligi uchun bolasini suvga oqizmaganmidi? Alloh qilar ekan xolagan ishini. Meni oilam, erim, bola chaqam bor, qasrga bora olmayman deganda subhanalloh. Ana shu Muso'ni deb qancha hisobsiz chaqaloqlar so'yilib ketdi. Ana shu Muso uchun atalgan qilich Muso'ni qo'rg'ilab olib borib keldi kuni ikki mahal onasi bilan saroyda o'rtasida. Fa'alu lima yurid birodarlar, Alloh xohlaganini qiladigan zot. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktharan nasi la ya'lamun. O'sha Muso alayhisalomni tomog'ini kesishlik uchun chaqlanmaganmi bu qilich? Ana shu askarlar Muso istab yurmaganmi alayhisalomda? Lekin shularni Alloh taolo xizmatga solib qo'ymayaptimi? Firavnning oilasi boqib katta qilyapti, o'ziga dushman bo'lish uchun emasmi? Birodarlar, Allohga qaytaylik, insof qilaylik. Rozi bo'lib yashaylik hayotimizdan. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun. Musoni onasiga bolasini qaytarib berdik. Ko'yni xursand bo'lishligi uchun, xafa bo'lmasligi uchun va bilsin deyapti Alloh taolo. Allohning va'dasi haq deyapti. Qaytarib beraman dedimi? Qaytarib berdi. So'ra bandan beraman deyaptimi? Beradi. Faqat ana shu berishiga yuragini quvvat yetyapti-da, oqizib yuboryapti suvga. Oqizib yuborib qaytarib beraman deganda ishonyapti va'dasi, Robbisining va'dasiga. Kechasi so'ra beraman deyapti. Biz ishonyapmizmi shunga? 2 kun so'raymiz bo'ldi. Tushunalingmi? So'ra beraman deyapti. Berishiga aniq ishonib so'rash kerak. Beramikin? Emasmikin? E'tiqodda shak bo'lishi mumkin emas. Alloh beraman dedimi? Beradi. Faqat shunga loyiq bo'lish kerak. Endi berishligi akalar. Biz Alloh bilan yaqinligimiz qancha baland bo'lsa, o'sha narsani kelishligi ham shuncha tezroq bo'ladi. Demak nima bo'lyapti ekan? Oho ekan hali. Muso alayhisalom Fir'avnning uyida ulg'aydi. 18 ga kirganda ilmli, hakim, odil edi. Walamma balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Balog'atga yetib, kuch-quvvat o'ziga to'lganda biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bandalarni mana shunday mukofotlaymiz. Mana shu yoshda payg'ambar bo'lganida ba'zi odamlar xato qilganlari ham bor. Payg'ambar bo'lgan emas bu yoshida. Muso alayhisalom o'zini yahudiylardan ekanligini bilar edi. Saroydagi Qibtiylar, Misrliklar ham bilishar edi. Hamma xabardor edi bundan. Lekin Firavnning boqib olgan bolasi bo'lganligi uchun subhanalloh, Firavn o'zi boqib katta qilgan birodarlar Muso alayhisalomni. Biroq yomon ko'z bilan qaramas, lekin yaxshi ko'rishmas edi. Sababni istab yurishardi Musoni yo'q qilishlikka. Banu Isroilning dini deydi, Yaqub alayhisalomning dini deydi, Muso alayhisalom. Ba'zi ishlarda, saroyda ba'zi ishlarida Firavnga noiblik ham qilar edi. E'tibor beringlar. Qayerda ulg'ayapti? Muso alayhisalomda mana ko'chalar bo'shab, kechqurunda ba'zi rivoyatlarda saharda deyilgan ekan, odamlardan xoli bo'lganda ko'chalarni kezib yuradigan bir odati bo'ladi. Ana shu odatlarga ko'ra ko'chaga chiqib kezib yursa, bir Misrlik bilan Yahudi, Isroiliy urushayotgan bo'ladi. O'zi Banu Isroilda xor bo'layotganligini ko'rib, ichi ezilib yurgan edi 18 yoshli yigitni. O'zi xiylanib yurgan, lekin yana bitta Misri Qibti Isroiliy Yahudiyni urayotgan bo'ladi. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Shunda ana shu o'zini Isroiliysiga, Yahudisiga yordam beraman deb shunday keldida, bir mush urdi narigini. Aytdik 10 kishining quvvati bor dedik. Yo'g'on odam edi, qattiq qo'l odam bo'ldi.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه من عدو مضل مبين. Bir mush urdi. O'ldirib qo'ydi. Aytdiki, bu shaytonning ishida qilishni qilib qo'yib turib. Ya'ni shaytonning dushmanligini ham bilar edi. Allohni ham tanir edi. Shu qilgan ishidan beqasd odam o'ldirib qo'ydi. Shaytonning dushmanligini juda yaxshi bilar edi Musa alayhisalom. Alloh taolo Musa alayhisalomni kechirdi va bu Alloh kechirganligini qayoqdan bildi Musa? Alloh taolo ilhom qildi. Qala robbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Parvardigor, men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Musa alayhisalom Yunus alayhisalom aytgandi-ku, zulm qilib qo'ydim o'zimga, seni gapingga kirmasdan. Demak, inson Allohga osi bo'lar ekan, Allohning buyrug'ini bajarmas ekan, kimga zulm qilyapti u? Alloh g'oniyun anil alamin. Hech qasimizga bir hojat yo'q Alloh taoloda. Gunoh qilsak ham o'zimiz uchun, savob qilsak ham o'zimiz uchun. Musa Misrlikni o'ldirib qo'ydi va yashirinib yurdi. Ya'ni kim eshitdi, kim eshitmadi buni. Ertasi kuni yursa xuddi kechagi mashhur takrorlanyapti. Kechagi Isroillik yana bitta Misrlik bilan urushyapti. Faydallazi istansarahu bil ams yastasrihu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Yana hali odam urushib yordam so'rayapti. Aytdi, sen dedi mushkul ekansan dedi, yurishtirishing dedi. Mushkul egasi ekansan. Kecha ham urushyaptiding, bugun ham urushyapsanmi dedi-da, nariga Yahudiylar bilan yana uni talabini urushmoqchi bo'lganda, falamma aradan yabtisha billazi huwa aduwwun lahumma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Isroiliyatki, nimalik Misriyatki, ey Musa, kechagi odamni o'ldirganda ham meni o'ldirmoqchimisan? Sen yer yuzida fasod tarqatmoqchisan, musulmonlardan bo'lish xohlamayapsan. Demak, kechagi bo'lgan ish xabari tarqagan edi. Saroydagilar Musoni yomon ko'rishar edi. Endi undan qutulishlikka fursat hosil bo'ldi. Va jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a yatamiruna bik liyaqtuluka fakhruj innaka minal inni laka laminan nasihin. Ana shu Banu Isroil Firavnda qavmidan bo'lgan, Qibtiylardan bo'lgan kishi kelib aytdiki, "Ey Musa, seni malolar, ana shu kiborlar o'ldirmoqchi bo'lishyapti. Chiqib ketgan shahardan" dedi. "Men senga albatta to'g'ri nasihat qiluvchiman" dedi. Musa alayhisalom qayerga qarab borishini bilmadi, Allohga duo qildi. Fakharaja minha khaifan yataraqab qala robbi najjini minal qawmiz zolimin. Chiqib ketishdan burun duo qilyapti. Ya'ni bitta ishga qo'l urishdan burun, bitta tijoratga qo'l urishdan burun Allohdan so'raylik, egasidan. Parvardigoro, menga zolim qavmdan najot bergin dedi. Alloh taolo u kishining duosini ijobat qildi. Sahroga qarab chiqib ketdi. Na safarga tayyorgarligi bor edi, na bir oyoq kiyimi bor edi, na oziq-ovqati bor edi. Hech narsasi yo'q, Allohga tavakkul qilib chiqib ketdi. Piyoda Falastin tomonga qarab yurdi. Oyoq kiyimlari ham yo'l yaroqsizligi uchun yirtilib ketdi. Oyog'ini terilari shilinib ketdi. Yegan hech narsa yo'qligidan daraxtni baklarini yeb ketdi yo'lda. Og'zi ko'karib, qonni yopishib qolgandi umurtqasiga. Mana shunday qiyin ahvolda edi, lekin holidan birovga shikoyat qilmadi. Ayyub alayhisalom 18 yil ana azobda yashamay turib, yuraman Allohdan shifo so'ragan edi. Haqiqiy mu'min hech kimga dardini aytib yig'lamaydi. Chunki shikoyat qilinadigan zot bitta. Allohga shikoyat qilishlik kerak. Musa alayhisalom ana shu holda Madiyanga yetib keldi. Madiyan degan qishloqqa yetib keldi. Madiyan bu Shuayb alayhisalom payg'ambar bo'lib turgan qishloq yoki shahar edi. Madiyan Shuayb alayhisalom arab bo'lgan millati birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Zarga aytadiki hadislarida payg'ambarlardan 4 tasi arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va nabiyyuka ya Abu Zar deydi. Hud, Solih, Shuayb va men Abu Zar deydi. 4 ta payg'ambarning millati arab bo'lgan. Shuayb qavmi, Madian qavmi, ya'ni ashabul ayka ham deyiladi. Ana shu daraxtga sig'ingan qavm deb ham Qur'onda zikr qilingan. Musa alayhisalom mana shu qishloqdagi shaharning bir chekkasiga kelgan paytda bir hovuz bo'ladi, qishloqning tashqarisida odamlar suvlashni olib ketadi, qo'y-qo'zlarni olib kelib o'shada sug'orishadigan bo'ladi. Borib, suvdan ichib bir chekkaga salqinga o'tirgan paytda hamma odamlar olib kelib qo'y, tuyalarni, echkilarni sug'oryapti. Ikkita ayol
ikkita qiz bir chekada qo'ylarini suvga ketayotganda to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishligidan to'sib turgan bo'ladi. Shunda borib, ulardan biridan so'raydi. Oyatni matnini o'qimay qo'yaman, vaqtdan ehtiyot qilgan holda akalar bor. Maqsadlar Qasas surasining 22-23-oyatlari. Ayollarga borib aytdiki, nimaga sizlar hayvonlaringlarni sug'ormayapsizlar? Desa ayollar, u qizlardan bittasi aytadiki, odamlar biz ayol kishi bo'lganligimiz tufayli deydi, erkaklarga aralasha olmaymiz deydi. Odamlar qo'ylarini sug'orib ketgandan keyin, bo'shagandan keyin yana qo'ylarimizni sug'oramiz. Endi otamiz bor. Otamiz kelib o'zi qilay desa, keksayib qolgan qari oqsoqol deydi. Musa alayhisalom hali qizlarni qo'lini olib borib, sug'ortirib, shu bir oxiriga suvni quyib, shu bir hovuzi bo'ladi. Qo'ylar uchun tayyorlangan oxida sug'orib, qo'yni olib kelib beradi. Qo'yni olib ketishdi. Endi qarab turing. Ana shu bir nozik joylardan bittasi. Yaxshi tushunib olaylik. Bu yana bizni Allohga qaytishimizga sabab bo'ladigan bir ma'lumotlarki, qalbimiz bilan qolsa, endi qimillab olinglar. Vaqtdan bo'lib qolyapti. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Qasas surasi 24-oyat. Borib qarab qo'yinglar. Daraxt ishti qildi, sug'orib berdi, daraxt oldiga borib o'tirdi. Oyoqlari yirtilib ketgan, qorni yopishib qolgan umurtqasiga, og'zidan ko'kat chiqib turibdi, ko'karib turibdi, ko'katchani o'rganidan. Daraxtga borib, nimani so'radi demaysizmi? Mana biz aytganmiz, bizga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Biz albatta nima qilamiz? Biz Allohdan mononi ber, onani ber nima qilamiz? So'raymiz. Shundaymi? Ayyub alayhisalom nima dedi? Menga musibat yetdi, ahvolimni ko'rib turibsan dedi. Menga shifo ber, pulimni qaytarib ber, qiylandim dedimi? Va Ayyub iznada robbahu anni massani yadur. Menga bir ziyon yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan dedi. So'radimi bir narsani? Parvardigorim o'zing yaxshi bilasan, men nima dedi bu narsani? Yunus alayhisalom balada xoniga tushib qolganda, meni chiqar dedimi? Nima dedi? Chiqarib qo'ysa bo'ldimi dedi. Undan keyin hech narsa kerak emasmidi? Nido qilaverdi, Parvardigorim o'zimga zulm qilib qo'ydim, ahvolimni ko'rib turibsan deverdi. Mononi narsani ber degani yo'q. Ibrohim alayhisalom Palaxmonni kapkiliga o'tkazib qo'yishganda nima dedi? Meni qutqarib qol dedimi? Meni hisobim Allohning qo'lida. Robbimga hojatim bor dedi. Jabroil alayhisalom kelib yordam beray deganda, Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga gapirishim ham hojati yo'q dedi. Qalbi tamomiyy Alloh bilan bo'lgan ularda. O'shuncha Alloh taolo darrov bergan zudlik bilan so'ragan narsasini. Musa nima deyapti alayhisalom? Parvardigorim men deyapti daraxtga borib o'tirib. Seni menga beradigan yaxshiliklaringga faqirman deyapti. Nimani so'rayapti? Konkret bir narsa bormi? Nimani so'rayapti? Yaxshilik so'rayaptimi? Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban narmi? Parvardigor dunyoda ham yaxshiliklarni bergin, oxiratda ham. Birodarlar, yaxshilikni so'raylik-da. Bizga nima yaxshiligini kim biladi? Alloh biladimi? Rasululloh oldiga bir odam keldi-yu, qiylanib ketdim, kambag'alman, duo qiling, men ham boy dedi. Seni shu turishing yaxshi o'zingga dedi. Yo'q, beravering dedi. Duo qildi, qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi keyin? Zakotni bermay qo'ydimi? Rasul o'tib ketgandan keyin Abu Bakr ham, Hazrat Umar ham zakotini olmay qo'ydimi? Kambag'al bo'lib yurgani yaxshi emasmidi shuni? O'shuncha Allohdan yaxshilikni so'raylik birodarlar. Shu kunimiz yaxshi bo'laveradi bizga. Endi rozi bo'lamiz shu kunimizga. Parvardigor deyapti. Yurtidan qochgan qochoq nima so'raydi? Yurtimga qaytib boray, ishlar tinchib ketsin, ishlarim yaxshi bo'lib ketsin deydimi? Lekin uni demayapti bu kishi. Menga nima yaxshi bo'lsa, kim biladi deyapti? O'zing bilasan. Shuning uchun qo'rqmay so'raylik. Ba'zida sanab tugata olmay qolamiz-ku. Va esimizga kelmay qoladigan nima kerakligi. Biz bilmaymiz bizga nima kerakligini. Alloh biladi. Menga yaxshilik berdi o'ring, Alloh beraversin. Oyoqlari shinib ketgan, qornlari yopishib ketgan, og'zi ko'karib ketgan Musa hech kimga dardini aytmayapti. Hech kimga shikoyat qilmayapti. To'g'ri, endi haliga quduqqa borib dardingizni aytsangiz, matiz nima bo'ladi? Bo'shaydi, ha? Allohga bo'shatmaysizmi qalbingizni? Allohga bo'shatib, munojot degan ibodatni gaplashtirgan Ibrohim alayhisalomning kitobidan deb. Kim qilyapti shuni? Matiz bosh yurasiz, xotirjam yurasiz, dardingizni Allohga aytib qo'ydingiz. Qiylarni Parvardigor ko'rib tursa ahvolimni.
Biz unaqa emasmiz biz. Biz quduqqa gapirib qo'yamiz undan ko'ra. Quduqda qolib ketadi g'amimiz. Demak duosi Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Menga nima yaxshi bo'lsa, menga qanaqa yaxshilik bermoqchi bo'lsang, o'sha menga kerak deydi. Ana shu qizlardan bittasi duoda eshitdi. Borib otasiga aytdi. Otasi Shuayb alayhisalom edi bu qizlardan. Allohning irodasini qarang. Kimni qo'yini sug'orib beryapti? Payg'ambarning qizini. Vallohu g'olibun ala amrihi dedingmi? Alloh o'zining ishida g'olib. Alloh xohlaganini qiladi. Lekin odamlarda ko'pi bilmaydi buni deyapti. Fajja'athu ihdahuma tamshi ala istihyain qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Ana shu qizlardan bittasi hayo bilan sekin kirib keldida aytdiki, otamiz sizni qo'ylarimizni sug'orib berganligingizni haqqini bergani uyimizga chaqiryapti dedi. Bu mo'min ayolda iffati, hayosi. Hozirgi kunda yana solishtirib ko'raylik. Iffatda hayoda cho'qqisini qarang. Musa alayhisalom shu oldimga haydang yo'l ko'rsating demagan ekan. Yo orqamga ergashing demagan ekan. Oldimda yuring deydi. Ovozini chiqarmaganidan o'ng tomonga yurish kerak bo'lsa, toshni o'ng tomonga tashar ekan. Musa alayhisalom burilar ekan. Orqasida kelayotgan payg'ambarning qizi chop tomonga burish kerak bo'lsa, chop tomonga tashlashar ekan. Musa alayhisalom qada? Birodarlar, ko'chada ketayotganimizda oldimizda bitta o'sha bir avratini ochgan bo'lsa, orqasiga tushib olmaylik. Rizqingiz titayadi. Ishonavering. Chunki istig'forni ko'paytirish noningizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor ekanmi? Rizqingizga baraka kelishiga sabab ekanmi? Demak, gunoh qilish rizqingizni tirtaytiradi. Hozirgi kundagi ayollarimizni va ana shu davrdagi payg'ambarlarning ayollarini, qizlarini hayosini, iffatini bir mulohaza qilib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Abdulloh ibn Maktum kirib keldi. Ko'r, ojiz, ummiy sahoba edi. Ko'zi ko'r kirib kelganda payg'ambarimiz bir qancha ayollar turishgan edi. O'zlarini chekkaga olishmadi. Rasululloh o'zinglar chekkaga olinglar dedi. Ya Rasululloh, buni ko'zi ko'ru deydi. Dedi, sizlarchi, sizlar ham ko'zinglar ko'rmi dedi. Ya'ni erkak kishi ayol kishidan ko'zini qanchalik tiyish kerak bo'lsa, ayol kishi ham erkak kishidan uyga kirganda chekkaga o'tdiymiz, o'zi ko'chaga chiqib ketaveradi. Bu qanaqa bo'ldi? Bizgini ko'rishmasin, o'zlari ko'rishaversin chiqib boshqalar. Alloh taolo payg'ambarda ayollarga buyuradi, uylarda deydi, mustahkam bo'linglar deydi. Bekadan bekaga chiqmanglar ko'chaga deydi. Falamma qassa alayhi al-qasas qala la takhaf la nazarta min al-qawmi az-zalimin. Shuayb alayhisalom bu qissani eshitgandan keyin aytdiki, qo'rqmang dedi, albatta zolim bo'lgan qavmdan omonda qolibsiz dedi. Qizlardan bittasi kelib aytdiki, ota dedi, bu odamni ishga olmaymizmi dedi. Inna khayru man ista'jata al-qawiyul amin. Bu odamda ikkita sifat bor ekan deydi. Kuchli ekan deydi va ishonchli ekan deydi. Har qanday ishxonaning boshlig'i ishonchli bo'lgan ishchini olishni xohlaydi. To'g'rimi? Ayniqsa pulli joylarga. Kuchliligiga dalil rivoyatlarda kelar ekan, ana shu hovuzni qandaydir ko'taradigan qopqog'i bo'lar ekan, 3-4 odam ko'taradigan qopqoqni bitta o'zi ko'targan bo'ladi. Ishonchliligi qo'yni oyoqqa borib sug'orib qaytarib kelib edi, bitta ham olib qolmasdan. Shunda Shuayb alayhisalom aytdiki, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj. Allohdan nimani so'radi rahtaga bordi birodar. Yaxshilik so'radimi? Yaxshilik qanaqa ko'rinishda bo'ldi endi? Qochishda yurgan kishiga qanaqa yaxshilik bo'lishi mumkin? Men dedi. Ana o ikkita qizimdan bittasini sizga nikohlab beraman dedi. Mahriga 8 yil ishlab bermaysizmi dedi. Payg'ambarga kuyov bo'lyapti. 8 yil propiskasi bilan akalar. Yashash joyi bilan. Nimani so'radi? Yaxshilik so'radimi? Atana aytuvdim uni. Musa alayhisalom xayoliga ham kelmasa kerak edi bu narsani so'rash. Lekin Alloh taolodan yaxshilikni so'radi, kutganidan ham ziyoda qilib berib qo'ydi. Bugunga tayyorlangan narsa hammasiga vaqt yetmadi. Inshaalloh keyin davom etkazamiz bu narsani. Mana shu joyda Musa alayhisalomni Shuayb alayhisalomning qiziga uylangan holida qoldirib, keyingi darsda qolganini davom etkazgan bo'lamiz.